Viloyatimizda joriy yil g'alla hosili uchun 133.600 gektar maydonda boshoqli don ekinlari parvarishlanmoqda. O'zagroinspeksiyaning viloyat boshqarmasi va tuman bo'limlari tomonidan hududlarda parvarish qilinayotgan g'alla maydonlarida agrotexnik tadbirlarni o'tkazilishi yuzasidan doimiy nazorat tadbirlari olib borilyapti. Hozirgi lavhamiz Nishon tumanidan tayyorlangan. Tumanda joriy yilda 16.350 gektar maydonda kuzgi boshoqli don ekinlari parvarish qilinayotgan bo'lib, hozirgi vaqtda ekilgan g'alla to'liq tuplash fazasida rivojlanyapti. G'alladan yuqori hosil yetishtirishda azotli va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish katta ahamiyatga ega. Kuzgi bug'doy rivojlanishining dastlabki fazasidan boshlab azotga ehtiyoj sezadi. Bugungi kunda tumanning g'allachilik klasterlari va fermer xo'jaliklari tomonidan g'allani bahorgi birinchi oziqlantirish ishlari uyushqoqlik bilan amalga oshirilyapti. Shu bilan birga yerning unumdorligi va hosildorligini yanada oshirish maqsadida g'alla maydonlariga mahalliy o'g'it jamg'arish ishlariga ham jadallik bilan olib borilmoqda. Maqsad bu 2025-yilda g'alla hosili uchun fermer xo'jaligi tomonidan ekilgan g'alla maydonlarida sal rivojdan orqada qolgan g'alla maydonlariga ham qo'shimcha tavsiyalar, qo'shimcha mineral o'g'itlar tavsiyalar qilinyapti. Bundan tashqari so'zmezda ishlari tashkillashtirilgan, mahalliy o'g'itlar bilan sug'orib, ularni ham yetishtirib olib, kelajakda fermer xo'jaligi tomonidan oldiga qo'yilgan shartnomani oshig'i bilan bajarish maqsadga muvofiq bo'ladi deb tuman agroinspeksiya tomonidan to'liq nazorat qilib olib borilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlarning o'z vaqtida sifatli hamda agrotexnik talablarga rioya qilgan holda bajarilishi yuzasidan inspeksiyaning tuman bo'limi tomonidan doimiy nazorat o'rnatilgan bo'lib, kamchilikka yo'l qo'ygan tegishli tashkilot, g'allachilik klasterlari va fermer xo'jaliklariga vakolat doirasida ta'sir choralari ko'rilmoqda. Jumladan, viloyat bo'yicha soha xodimlari tomonidan 4328 nafar fermer xo'jaliklari rahbarlari ogohlantirilib, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli o'tkazish yuzasidan aniqlangan kamchiliklar bo'yicha mahalliy hokimlik va qishloq xo'jalik bo'limlariga 50 ta taqdimnoma va 22 ta yozma ko'rsatmalar kiritildi.